Assalomu alaykum parranda va inkubator ishqibozlari. Sizlar bilan Uz Inkubator YouTube kanali. Do'stlar, bu yerga yangilik inkubatorlarimiz yetib kelgan. Xudo xohlasa bu inkubatorlarimizni qanday foydalanish, qanday ishlatish bo'yicha to'liq sizlarga tushuncha berib o'taman. Bu yerda turgan inkubatorlarimiz 24 talikdan boshlab 500 talik inkubatorgacha bor. Xo'p, birinchi inkubatorimiz 24 talik inkubatorimiz. Xo'p, 24 ta tovuq tuxumi sig'imiga ega. Bu yerda ko'rib turganinglar 24 ta 36, 64, 128 va 200 talik. Ishlash funksiyasi hammasi bir xil. Birga bir, hammasi bir-biri bilan bir xil ishlaydi. Bunisi 36 talik, bunisi 64 talik, bunisi 128 talik, bunisi 200 talik va bu alohida sinov uchun olib keltirganmiz 500 talik inkubatorimiz. Xo'p, narxlarini qisqacha qilib aytib ketaman. Bu inkubatorimiz xo'p 750 ming so'm. Xo'p, 36 taligimiz, 24 taligimiz 750 ming, 36 talik 900 ming so'm, 64 talik 1 million 300 ming so'm, 128 taligimiz 1 million 600 ming so'm va 200 taligimiz 2 million so'm. 400 taligimiz bo'lsa 4 million so'm atrofida chiqadi. Xo'p, sizlarga inkubatorda yana tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu oldingi inkubatorlarimizga ko'rinishi o'xshash. Shunaqa ikki etaj bo'ladi. Tuxum terilishlari, roliklari, hamma narsasi birga bir o'xshash bo'ladi. Rangi boshqacha. Bunda qo'shimcha xususiyatlari bor, qo'shimcha funksiyalari bor. Ko'rsatmani mana. Ko'rib turganinglarda 30 gradus, bu yerda namlik ko'rsatyapti, bu yerda kunini ko'rsatyapti va parranda turi. Tuxum terilishlari, xuddi o'sha roliklar ustiga tuxumlar terasiz. 64 ta 128 ta tuxum sig'adi. Bu yerda tuxum tekshirish uchun o'zini ovoskopi bor. Buni bu yerda knopkani bosib bemalol tekshirsak bo'ladi. Faqat qorong'uda tekshiriladi. Buni eng haligi zo'r xususiyatlaridan biri alohida biz uchun ishlab chiqartirdik. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerda mana Uz Inkubator logotipimiz bor. Avtomatik namlikni o'zi boshqaradi. Oldingilari namlikni boshqarmas edi. Alohida shu ozgina mijozlar uchun talablarga qarab turib, shunaqa xususiyatga ega inkubatorlarimizni chaqirtirdik. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, suvni avtomatik quyyapti ichiga. Bu namlik kerakligi foizga yetganda, misol 60% ga yetganda namlikni avtomatik o'chiradi. Hammasi avtomatik bajaradi. Mana ko'ryapgan bo'lsanglar, suvni o'zi shunaqa me'yorda ozgina tomchilatib turadi. Namlik ko'tarilib ketsa, avtomatik bu motorimiz o'chadi. Bu idishimizga suv quyib tursak bo'ladi yoki alohida boshqa kattaroq idish qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, buni boshida suvga solganimizda buni og'iz yordamida tortib, birinchi suvni o'zingiz tortib olishingiz kerak. Undan keyin shu yerga mana motorimiz o'chdi, namlik me'yoriga kelgani uchun. Mana 60 ta 61% da to'xtadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Buni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunga ulab qo'yganman. Mana ulab qo'yiladi. Avtomatik namlikni o'zi nazorat qiladi. Bu ishlankanimiz ichida havo bo'lmasligi kerak. Havo bo'lsa to'xtab qolishi mumkin, suv berish. Namlik tushib ketsa o'zi avtomatik signal ham beradi. Ogohlantirish signali. Keyin avtomatik o'zi boshqaradi. Xo'p, avtomatik tuxumni aylantiradi, avtomatik issiqlikni boshqaradi, avtomatik namlik boshqaradi va yana bu yerda biz o'zimiz oldin lyuk ustunovka qilardik. Endi bizni talablarimizga qarab xuddi shunaqa havo sirkulyatsiyasi, yangi havo aylanishi uchun shunaqa lyuklar ham qo'yib ketishgan. Buni misol bir haftacha eng kichik teshikda, yopiq teshikda tursa, bir haftadan keyin borini ochib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, tablosiga keladigan bo'lsak, bu yerda mana 100 watt atrofida rasxod qiladi. Avtomatik smart inkubator bu 220 volt va 12 volt ishlaydi. Bu yerda mana isityapti degan ma'lumotni beryapti. Bu yerda ogohlantirish signali bor. Hali me'yorga kelmaganligi uchun issiqlik ogohlantirib turibdi. Bu hamma narsa me'yorga kelganda bu o'chadi. Bu yerda xo'p, chiroqni yoqib o'chirish, bu yerda qo'shib ayirish va set tugmasi. Bu yerda bu partiyamizda ushbu tugma, set tugmasi xitoycha bo'lib qoldi. Keyingi partiyalarda xudo xolasa lotin inglizchada keladi. Xo'p, bu yerda mana gradusini ko'rsatib turibdi, namlikni ko'rsatib turibdi va kunini ko'rsatib turibdi. Bu yerda parranda turlarini ham o'zgartirsa bo'ladi. Parranda turlarini o'zgartirish uchun mana shu knopkani bosib tursak, tovuq, o'rdak, g'oz, qushlar va robotga olib qo'yib, kerakli gradusda, kerakli namlikni boshqarsak bo'ladi. Biz hozir tovuq qo'yib qo'yamiz, bo'ldi, hammasini avtomatik o'zi boshqaradi. Qo'shimcha nastroykalarga keladigan bo'lsak, sizlarga qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, set tugmasini bosib turganimizda, mana P1 tugmasi, signalizatsiya, yuqori signalizatsiya, yuqori issiqlik, pastki issiqlik 37.7 va pastki signalizatsiya P4. Xo'p,
H1 yuqori namlik signalizatsiya beradi. Yuqori namlik signalizatsiyasi bu pastki namlik signalizatsiyasi. H2 60 bu yuqori namlik to'xtashi, 60 ga chiqqanda to'xtaydi namlik. 55 ga tushganda namligimiz ishlaydi. Bu motorimiz ishlash foizlarini ko'rsatyapti. 55% da ishlaydi, 60 da o'chadi degan H4. F1 120 minut power out vaqti o'chiq turadi. F2 200 sekund 20 sekund yoki 200 sekund. 200 sekund bo'lishi kerak. 200 sekund power outimiz aylanib turadi. Xo'p. Hozir nastroyka uzoq vaqt anaqa qilmaganimizga chiqib ketib qoldi. Xo'p, hozir sizlarga boshqatdan ko'rsataman kelgan joyida. P1, P2 hammasini aytib o'tdim. H1, H2, H3, H4 ham aytdim. F1 power out vaqti o'chiq vaqti va F2 power outimizni ishlash vaqti 200 soniya. Xo'p, F3 mana 31 gradus turibdi. Shu yerga e'tibor beringlar. Ko'pchilik shu yerda tushunmayapti. Xo'p, F3 nima deb so'raydiganlarga F3 inkubatorimizni suqib qo'yamiz. Inkubatorimizni ichidagi gradus me'yoriga chiqqanda, 38 me'yorga chiqqanda yoki 37.8 ga chiqqanda, xo'p, ichini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Mana bunaqa to'g'ri ko'rsatadigan termometr bilan o'lchashimiz kerak bo'ladi. Buni qanday o'lchanadi? Ichidagi me'yorga kelgandan keyin ushbu uskunani tezda ichini ochamizda, ichiga solib qo'yamiz. Solib qo'yamiz va kutamiz. Signal cholib ogohlantirgandan keyin qaraymiz, bu realniy ichidagi temperatura necha turibdi. Agar ekranda ko'rsatayotgan temperatura bilan bir xil tursa, demak hammasi joyida bo'ladi. Agar bunda issiq yoki past ko'rsatadigan bo'lsa, bunda necha chiqsa, F3 ga xuddi o'sha gradusda kirgizib qo'yish kerak bo'ladi. Misol uchun tabloda 38 ko'rsatsa, bunda 36 ko'rsatsa, demak F3 ga 36 ni o'sha paytda 36 ni kirgizib qo'yish kerak bo'ladi. Shunda ichidagi issiqlikni realniy 36 deb bu ekran tablosi miyasi qabul qiladi va shunga qarab sekin 36 dan yana 38 ga chiqarib to'g'rilab oladi. Yana 2-3 marta o'lchaysiz, hammasi joyida bo'lsa, keyin bemalol tuxum qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Shu yerda ko'pchilik tushunmay nastroykalarni buzib qo'yib foydalanolmay shikoyat qilayotganlar ham bo'lyapti. Shu yerda juda ko'pchilik F3 nastroykasini tushunmayapti. Xo'p. Buni F3 nastroykasini alohida qanday nastroyka qilish haqida jadvali ham bor. Jadvalni ham sizlarga Telegram orqali jo'natib beramiz. Kim xohlaydigan bo'lsa, xarid qilgan mijozlarimiz hammasiga tashab beriladi. Xo'p, F3 kalibrovka deb nomlanadi, aytib o'tdim. Hozir kelgan joydan yana boshlaymiz. F1, F2, F3 issiqlik kalibrovkasi va namlik kalibrovkasi. Bunga tegmasangiz ham bo'ladi. Ko'p hollarda to'g'ri bo'ladi, to'shni bo'ladi. Bu kun F5 kuni bo'ladi. Kerakli kunga qo'yasiz, kuni o'zgarib ketib qoladigan bo'lsa. Bo'lmasa o'zi avtomatik kunini o'zi avtomatik boshqaradi. Shu. Misol robotga qo'yib qo'yib kerakli gradusda o'zgartirib, ko'tarib tushirish ham bo'ladi. Tovuq parranda turi turganda knopkani bitta ezib turib, mana o'zgarmaydi. Chunki tovuq parranda turida turgani uchun o'zi avtomatik hamma kunini kuniga qo'yib boshqaradi. Issiqlik, hash, namlik. Mana buni ham o'zgartirib bo'lmaydi. Mana ko'ryapgan bo'lsanglar, bu tuxum tekshirish, bu motorimizni mana ishlatish knopkasi. Mana ko'ryapsizlar, bu knopkani essam ishlayapti, o'chyapti mana. Mana ko'rdinglarmi? Endi power outimizni ruchnoy aylantirsak ham bo'ladi. O'zi avtomatik 2 soatda aylantiradi. Plyus tugmasini bitta bossangiz, mana. Ko'ryapsizlarmi? Sekin tuxumlarga ziyon yetkazmasdan aylanadi. Shu tuxumlarni qo'yishdan oldin 1 kun, 2 kun buni suqib qo'yib o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyin tuxumlarni rolilarni ustiga qo'yib bemalol foydalansak bo'ladi. 1-kundan 10-kungacha aytganimizdek iloj boricha kamroq ochiladi qopqog'i. 10-kundan keyin har kuni ertalab kechqurun havo haroratiga qarab, tashqi havo harorati. Bu inkubatorimizni tavsiya qilamiz issiqxonaga qo'yish kerak bo'ladi. 10-kundan keyin 19-kungacha bir kunda qish mavsumida o'rtacha 5 minutdan ochib qo'yiladi qopqog'i. Uni yon boshlab ochib qo'ysak ham bo'ladi. Shamollatish uchun. Xo'p. 10-dan 19-kungacha. 19-kuni keyin tuxumlarimizni tashqariga olamiz. Tuxumlarimizni tashqariga olamiz. Tashqariga olamiz. Mana rolilarimizni olib qo'yamiz 19-kun. Buni tashqariga chiqarib yuboramizda tuxumlarimizni keyin ichkariga tagiga oldin setkani ustiga tashlab turib, keyin tuxumni ustiga qo'yiladi. Endi tagida o'zining tayyor setkasi bor. Tuxumlarni shu tayyor setkasini o'ziga tashlab qo'yiladi. Xo'p, komplektida ushbu roliklar bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda. Xudo xohlasa va
kitobchasi namlantirish uchun alohida o'zini idishchasi bo'ladi. Bu 19-kundan keyin qopqog'ini ochganimizda namlik tushib ketib qoladi bunga o'xshab. O'sha paytda buni ichiga sepib namlikni ko'tarib olish uchun va akkumulyatorga ulasak ham bo'ladi. Akkumulyatorga qachon ulanadi? Svet o'chib qolganda ulab qo'ysangiz bo'ladi. 220 ni uzmasdan svet o'chgan paytda ulab qo'ysangiz bo'ladi. Lekin svet yonishi bilan uzib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir mana akkumulyatorda uladim. Lekin doimiy ulanib turishi kerak emas. Svet o'chganda ulaysiz. Xo'p, svet yongandan keyin, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'zingiz kelib bemalol uzib qo'ysangiz bo'ladi. Mana 220 dan uzamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz ishlab turibdi. Mana. Hozir mana sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana o'chdi inkubatorimiz. Endi akkumulyatorda ulaymiz. Mana ishlayapti. Xudo xolasa. Endi 220 ni ulab qo'yamiz. Xo'p. Inkubatorda xudo xolasa tushuntirib o'tdim. Xo'p, setkani ustiga olib qo'yiladi. Jo'jalar уже teshib ochishni boshlaydi. Qurigan jo'jalarni, tetik bo'lgan jo'jalarni tashqariga olamiz. Maxsus idish tayyorlab, lampochka yaqib qandaydir baqish sharoitini qilib, qurigan jo'jalarni olamizda, qolgan tuxumlarni ustiga mana bu suv idishiga suv to'ldirib sepiladi. Sepib yana qopqog'ini yopib qo'yiladi. Orada yana 3-4 soat o'tadi, yana qurigan jo'jalar olinadi. Yana xuddi o'shanda suvni sepib yopib qo'yiladi. Xo'p. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berib o'tdik. Yana kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, tushuntirish haqida nimani tushuntirmadim, kommentariyaga yozinglar. Alohida yana sizlar uchun videoga olib chiqarishim mumkin. Xo'p, 500 taligini ko'ryapgan bo'lsanglar, buni hali to'liq o'zimiz ishlatib foydalanib ko'rmadik. Mana 25 gradus issiqlikka chiqdi. 25% namlik suv quymaganimiz uchun bu suv oddiy avtomatik boshqarmaydi. Signalizatsiyasi bor, lekin bitta suv idishini qo'yib bemalol foydalansak bo'ladi. Maxsus o'zini ichiga qatiradigan o'zini klapini bor ekan. Suvni to'ldirib turib, bemalol og'darib qo'ysak to'kilib ketmaydi ekan. O'zi klapini pastga tushgandan keyin avtomatik suvni ichiga dalifga qilib turadi ekan. Bitta suv idishini qo'yib beramiz. Namlik agar me'yorda turmasa, oradan 3-4 soat o'tgandan keyin me'yorda turmasa, keyin yana bitta suv idishni qo'yib namlikni me'yorga olib kelsak bo'ladi. Buni atrofida po'kaylar bor o'zini. Po'kaylarni kiydirib qo'ysak, qish mavsumida bemalol issiqligini bir xil me'yorda ushlab turadi. Bu yerda ham o'zini tuxum tekshirish uchun avaskoplari bor. Bu yerda mana inkubatorimizni xususiyatlari yozilgan. Bu yerda mana parranda turlari bor. Bunda ham xuddi shunday tovuq, o'rdak, g'oz, qushlar model knopkasi bilan bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda mana pavorotimiz vaqti turibdi. Namlik, issiqlik, qo'yilgan issiqlik va qo'yilgan namlik. Bu yerda mana kunini ham ko'rsatib turibdi. Bu yerda mana signalizatsiya, namlik va isitish galichkalari yonib turibdi. Mana ko'ryapgan bo'lsanglar. Mana svetini ham yondi deb ko'rsatyapti. Mana. Bunda ham hamma xususiyatlari bor, faqat namlikka e'tibor berib turishingiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa, so'rasanglar, kommentariyaga yozsanglar, alohida bunga ham videoga olib qo'yishim mumkin. Xullas, shu agar sizlarga to'g'ri va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bergan bo'lsam, videoga yoqqan video yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman. Xarid qilish bo'yicha o'sha telefon raqamlarini qo'yib ketaman, bemalol telefon qilib bog'laning yoki Telegram, iloji boricha Telegram orqali yozganinglar ma'qul. Chunki har xil vaziyat bo'ladi, telefoninglarni ko'tara olmay qolsak, Telegramdan albatta 1 soat, 2 soat ichida javob beramiz. Xarid qilish bo'yicha bemalol Telegram orqali bog'lansanglar bo'ladi. Ha, yana bir narsa, bu inkubatorlarimizni Uzun marketga ham joylaymiz. Bemalol Uz inkubator do'konidan xarid qilishlar kerak bo'ladi. Uzun marketda kartani ichiga kirgandan keyin, o'sha mahsulotni ichiga kirganda pastroqqa tushganingizda do'kon nomi bo'ladi. O'sha do'kon nomiga qarab turib, bemalol bizning mahsulotimiz ekanligini ishonch hosil qilgandan keyin xarid qilsanglar bo'ladi. Va xarid qilganlarga e'tibor bersanglar, mana bunaqa logotiplari bo'ladi. Yoki eski vipiskadagi oq va ko'k inkubatorlarimizda tepada alohida yopishtirilgan bo'ladi. Uzun marketdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Va Uzun marketdan bemalol o'zimga nima savolinglar bo'lsa yoki narxlari bo'yicha savolinglar bo'lsa bersanglar, qo'ldan kelgancha narxlarini kelishtirib berishimiz ham mumkin. Xo'p, salomat bo'linglar. Xayr.